yarangiz bor va u haftalab davomida bitmayaptimi? Har xil dori-darmonlar qilsangiz ham yordam bermayaptimi? Bu oddiy yara bo'lmasligi mumkin. Bu trofik yara bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun trofik yara haqida gaplashamiz. Trofik yara bu uzoq vaqt bitmaydigan chuqur teri nuqsoni hisoblanadi. Agar yara 6-8 hafta, ya'ni 1,5-2 oyda ichida bitmasa, bu allaqachon xavf belgisi hisoblanadi. Asosiy muammo esa o'sha arterial yoki venoz yetishmasligi va diabet bilan bog'liq bo'ladi. Qon aylanishi tiklanmasa, yara hech qachon bitmaydi. Ya'ni qon orqali bizda turli xil ozuqa moddalar va kislorod yetib boradi va bu esa jarohatning tezroq bitishini ta'minlab beradi. Nekroz, fibrin yoki infeksiyani bo'lishi bu xirurgik aralashuvga ko'rsatma bo'ladi. Ya'ni xirurgik jihatdan kesib olib tashlash. Yiringli ajralma chiqsa yoki ajralmalar chiqsa yoki hidi bor bo'lsa, u joyga allaqachon infeksiya tushgan bo'lishi ehtimoli yuqoriroq. Og'riq kuchaysa yoki rangi o'zgarsa, bu u yara yana ham chuqurlashib borayotganligidan dalolat beradi. Birinchi yordam esa debridman, ya'ni o'sha yaraning chirigan qismlarini kesib olib tashlash bu birinchi va majburiy bosqich hisoblanadi. Agar u kechiktiriladigan bo'lsa, gangrena rivojlanishi, ya'ni o'sha yana ham infeksiya ko'proq bo'lishi va bundan tashqari o'sha oxirgi etaplarda amputatsiyaga, qo'l yoki oyoqning kesib tashlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Vaqtida xirurgik yordam, ya'ni o'sha nekrozlangan qismlarni olib tashlash oyoqning saqlab qolish imkonini beradi. Faqat malham bilan davolash esa vaqtni yo'qotishdan iborat bo'ladi xolos. Trofik yarani shu o'zidan bitib ketmaydi. Erta xirurgik murojaat, ya'ni erta vaqtli kunda o'sha kesib, yaxshilab tozalab davolash amputatsiyaning oldini oladi. Yarangizni beparvo qoldirmang. Sog' salomat bo'ling. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.